Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilar. Mana bugun Farmlet 126 traktorimizni video obzorini olib boramiz. Ya'ni bu yerda Farmlet 126 traktorimiz 1204, FR 1204. Vazni 4 tonna 200 kilogramm bo'ladi. Oldidagi toshlarni ko'radigan bo'lsak, mana 330 kilo. Mana bu toshi bo'lsa, bular alohida 60 kilodan bo'ladi. Ya'ni 3 tonna 330 kilo toshlari bor. Buni ichki qismiga keladigan bo'lsak, motori 4 silindr bo'ladi, turbina. Hop, bu o'zining original ya'ni akkumulyator bilan jihozlangan. Buni afzalligi 4 porshinlik, ya'ni apparat bo'ladi. Apparat bo'ladi, soatiga 10 litrdan 12 litrgacha rasxod qiladi. Hop, baloni, oldi baloni Shiroki 14.9-24 balon bo'ladi. Orqa qismi esa 18.4 34 bo'ladi. Endi bu diskadan regrovka bo'ladi. Diskalar regrovka bo'ladi. 5 sm ichkariga chiqarib ko'rsa bo'ladi. Orqa naviskasi bemalol 4 tonna yuk ko'tara oladi va silindrlari, mana silindrlari o'zini o'zi bosib mo'ljallangan. Bu yerda yana qo'shimcha 6 ta переходниклari bor. Ya'ni orqaga silindr qo'yib ishlatsa bo'ladi. Kabina qismiga keladigan bo'lsak, mana bu ya'ni havo qismi, bu filtri vazufli filtr bo'ladi. Suxoy vazufli filtr. Xo'p, bu yerda skoroslari HL, ya'ni oldiga ikkita, ya'ni quyon, toshbaqa va orqaga bitta положение bor. Bu yerda 4 ta skoros va qo'shimcha yana quyon toshbaqasi bor. Bu yerda blokirovka bor. Mana bu ruchnoy tormoz esa, bu ruchnoy tormozi bo'lsa, orqa vomni o'chirishga, ya'ni orqa vomni qo'shib qo'ygandan keyin 540 ming оборот, mana orqa vomlari 540 ming оборотda seplenani bosganda bu vom o'chmaydi. Ruchnoy gaz, orqa naviskani ko'tarib tushirishga alohida положение va bu yerda yana o'sha orqadagi 3 ta переходникka silindr ulaganlarida ishlatadigani, bu yerda 12 voltda, ya'ni zaryadchi qo'yishga yoki переключатель qo'yishga, bunisi esa selkani ulashga yoki lazer ulashga alohida yana 12 volt chiqartirib qo'yilgan. Hop, konditsioner bor bu yerda, yana isitish, sovutish yoki magnitofonlari, mana original o'zining magnitofondan Deutsche farlari. Hatto bu yerda mana Deutsche farga ishonmagan uchun mana Deutsche far brendi bor. Hattoki bu yerda bor mana Deutsche far brendi. Toshlarida ham peredimo, zadimoslar Deutsche far berilgan. Asosiy bunda motor qismi yucha motor bo'lsa, qolgan qismi peredimo, zadimos, korobka qismlari Italyan, Germaniya Deutsche far bo'ladi. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, bemalol bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keyin bo'lib to'lashlarni ham tushuntirib yuboring. Bo'lib to'lash bo'yicha agar 50% to'lov qilinsa bunga 1 yildan 2 yilga foizsiz yoki 30% to'lov qilinsa 1 yildan 2 yilga foizsiz, 3 yilligi bor, unda foizli bo'ladi. 25% oldindan to'lov, 5% marja, yillik 10% bo'ladi. Yillik 10%lik lizing hech qayerda yo'q, faqat Agrota Holdingda 10% lizing asosida yoki foizsiz lizing asosida xarid qilsa bo'ladi. Rahmat.